Assalomu alaykum. Aziz qarindoshlar, men Osiyo Uyg'ur. Yaqinda yuz berayotgan shu indigenous masalasi haqidagi talashlarga men tuvandagi maqolam orqali ozroq aniqlama berishni muvaffaq ko'rdim. Maqolniki temasi indigenouslar, avtonomiya, Uyg'ur va Sharqiy Turkiston mojarosi haqida. Uyg'urlar masalasındaki xalqaralashishig'a ergishib, yillardan beri davom qilib kelgan Uyg'ur davosi haqida o'ylanish, 70 necha yillik davo tarixidagi musofilarga qarab chiqish, savalliklar va utuqlar haqida izlanish, bayqalgan masalalar ustida munozara qilish, uzunga so'zilgan bu ofatlik qismatlarni tezdan oxirlashtirishga ko'ngil bildigan Uyg'urlarni ko'plab maydonga keltirdi. Ammo masalamizning mohiyati haqidagi izdinish, tadqiqot, tonish va tushunishlarning tezligi qutulish yo'lidagi tengirqashlarga, shundaqla o'rinsiz talash-tortishlarga sabab bo'lmoqda. Masalaning sababi tushunish, izdinishning kamligidan bo'lgan ekan, undaqda biz bu masalalar ustida iznib boqaylik. Birinchi masalamiz avtonomiya bilan mustaqilchi masalasi. Hammamizga ma'lum bu jidallarning yiltizi avtonomiyachi va mustaqilchi mojarolarga berib taqildi. Garchi avtonomiyachi, mustaqilchi nomidagi jidallar xalqimiz orasida uzun yillardan buyon izchil birda o'tirg'i chiqib, birda besqib degidek mavjud bo'lib kelgan bo'lsa-mu, ammo oxirgi kunlarda, ya'ni bu yerda mustaqilchilar atalgan Uyg'urlar o'tirib qo'ygan, birinchisi Nuri Turkal apandimninki xalqaro mediada so'ralgan bu yer ko'z tutqunim bir 2 yildan oldida BBC'ninki bir muxbiri Nuri Turkal bilan bir suhbat olib bordi. Shu suhbatda Nuri Turkal apandimninki xalqaro mediada so'ralgan Uyg'urlar mustaqillik talab qilamdi deb so'rgan savoliga yo'q deb javob berganligi. Endi ikkinchi masala bo'lsa, Dunyo Uyg'ur qurultayininki nizomida o'z taqdirini o'zi belgilash deb yozilganligi. Aksicha mustaqillik deb yozilmaganligi. Qatorliq ikki masala avtonomiyachi, mustaqilchi mojarosini tarixdagi eng yuqori pallaga ko'tardi. Men shu mezgilda bu masalalar ustidagi izlanishlarim asosida Nuri Turkal xato so'zildimi nomli bir maqolamni e'lon qilib, bu masalalarning tub sabablari haqida o'zim izlangan doirada ko'z qarashlarimni ko'pchilik bilan o'rtoqlashgan va Nuri Turkalning shu qatimliq ziyoratda bergan javobining mohiyati haqida aniqlam bergan edim. Ya'ni Xitoy izchil turda xalqarada Sharqiy Turkiston bilgunchi kuchlari mustaqillik talab qilyotdi. Shu vajdan biz zamin putunligimizni qo'g'dash uchun ular bilan kurash qilyapmiz degan yolg'on sapsatini taqitib yurgan hamdi. Bu sapsatiningki mohiyati bo'lsa, vatandagi Uyg'urlar Xitoyning irqiy qirg'inchilik tuzumlariga norozi bo'lib, Xitoy hukumatiga qarshilik ko'rsatgan. Haqlarning hurmat qilinishini, odamdek yashashni, o'z madaniyati, xosligi, kimligi, diniy e'tiqodi bilan insondek yashashni umid qilgan. Ammo Xitoy ularni insondek yashash haqlaridan mahrum qilg'ashqa amalsiz qolgan Uyg'urlar qarshilik ko'rsatishga majburlangan. Uyg'urlarningki barliq qarshiliklarningki sababi, ya'ni Xitoy qaqshavotgan, ya'ni Uyg'urlar qarshilik ko'rsatadi, bular radikal, terrorchi, bo'lgunchi degandek mushu qarlashlarningki haqiqiy mohiyati bo'lsa, Uyg'urlarningki yashash imkonlaridan ayirib etilganligi. Ya'ni bu yerda Uyg'urlarningki qarshilik harakatlari sababsiz emas, balki Xitoy Uyg'urlarni qarshilik ko'rsatishga majburlagan. Amalsiz yashash amalsiz qilmoqda Uyg'urlar qarshilik ko'rsatgan. Shunga Nuri Turkal apandimninki bu yerda Uyg'urlar mustaqillik talab qilmagan deyish orqali ularningki Xitoyga bo'lgan qarshilig'iningki yo'lliq qarshilik ekanligini dunyoga oydinlashtirib bergani hargiz xato emas. Amaliyotda bu yerda
Uyg'urlar, vatandagi Uyg'urlar o'zining haq huquqlari dafsanda qilinganligi uchun bunga chidamay kurash qilgan. Xitoy hargizmi bizningki haq huquqlarimizni to'liq kapolatga ega qilib bizga Xitoy xalq bilan o'xshash barobar huquqlarni berib, o'zimizningki vataniga o'zimiz xo'ja bo'lgan haqiqiy avtonomiyani bergan bo'lsa, bunda qarshiliklar yuz bera qo'ymadi. Buningga hammamizning javobi yo'q bo'lishi kerak. Shuningga u yerda xalq chekdan oshgan zulm tufayli kurash qilgan Xitoy bilan. Ammo Xitoy buni Uyg'urlar mustaqillik talab qilyotdi, vatanni bo'lyotdi deb xalqaroga buni mundaq ta'til tashviq qilib Uyg'urlarniki obrazini xunuklaştırgan va o'zini yo'lliq ko'rsatgan. Bu yerda agar Nuri Turkal apandim shu bizningki umid qilganimizdek rost Uyg'urlar mustaqillik talab qiladi, shu mustaqillik talab qilganligi uchun, avtonomiyani yaxshi ko'rmaganligi uchun, avtonomiyada yashashni xohlamay, mustaqil bo'lmoqchi bo'lganligi uchun, shuningga Xitoyga qarshi mushtaq kurashlarni elib bordi degan vaqtida Xitoyniki endi o'zining zamin butunligini qo'g'dash uchun yoki eglik huquqini qo'g'dash uchun bu yerda barobarlikni, tinchlikni so'ymaydigan, avtonomiya huquqidanmi norozi bo'lgan Uyg'urlarga qarshi o'zining zamin butunligini qo'g'dishi xalqarada qo'llashga erishilgan ham bir yo'lliq qo'g'dinish bo'lib qoladi. U vaqtda Uyg'urlarniki bu yerda Xitoy zulmi ostidagi qismatlari bu yerda nazardan saqit qilindi. Ya'ni Xitoy jinoyatdan qutulib qoldi bundaq degan vaqtida. Shu Nuri Turkal apandimningki asosligi bundaq deyishiningki haqiqiy sababi dal bu yerda. Shu mana bu siyosat sahnasidagi odamlar bilan odatdagi odamlarningki bu siyosiy masalalardagi tushunishdagi farqi hamdi. Uni mushtaq deb qarasak bo'ldi. Endi Xitoyningki ustimizdagi jinoyatni so'roqlatish uchun vatandagi Uyg'urlarning qarshi harakatlarini mustaqillik ko'rish emas, balki insonlik haqlari dafsanda qilinganda ko'rsatilgan qarshilik, haqliq ko'rash deyish aqlga va davoyimizga buningdan keyingi mustaqilligimizga foydali bo'lgan to'g'ri tushuntirish bo'lindi bu yerda. Endi ikkinchi masala Uyg'urcha bilan uluscha masalasi. Uyg'ur diasporasida izchil mavjud bo'lib kelgan avtonomiyachi, mustaqilchi jiddiligiga qo'shilib 2017-yillardan boshlab vatanning ahvolidagi jiddiy o'zgarishlardan o'z taqdirimizga ko'ngil bildirganlarning ko'payishi sababli o'tirg'i chiqqan Uyg'urcha, uluscha talash tortishlari haqida endi tumanda iznib ko'raylik. Tarixdagi Sharq Turkiston davlati 1949-yildan boshlab Xitoyningki bir qismiga aylanib 1955-yili Uyg'ur avtonom rayoni nom bilan atalganligini hammamiz bilamiz. Ammo Uyg'ur avtonom rayoni degan nom Uyg'urlarga berilishdan avvallar u zaman Uyg'urdan boshqa xalqlar va Bentanga bo'lib berilgan. Ya'ni Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni deb e'lon qilinishdan burun Sanju Xuyzu avtonom oblasti, Eli Qozoq avtonom oblasti, Mo'ng'ul avtonom oblasti degandek, Tojik Toshqo'rg'on Tojik avtonom oblasti degandek, bundaq avtonom oblast va avtonom noyalar oldi bilan e'lon qilingan. Endi shularga bo'lib berib bo'lgan. Undan keyin Xinjiang ishlab chiqarish qurilish Bentani degandek. Eng oxirida quruq nom bilan Uyg'urlarni Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni degan quruq jihozi ostida Uyg'urlarni oldigan hamda quruq hech qanday amaliyotda bo'lmagan bir avtonomiya quruq nom bilan nomni Uyg'urlarga qoldirgan. Endi bu yerda Uyg'ur nomida atalgan, ammo egilik huquqi Uyg'urdan tortib olingan bu atalmish Uyg'ur avtonom rayonida shu vaqtdan iborat xalqlar o'ziga mansub deb qaragan avtonom noya, avtonom oblast va rayonlarda o'zlariningki milliy kimligi bilan yashab keldi.
Bu yerda Xitoy Şinjanlıqlar degan bir Şinjan ulusi shakllantirishga tirishib baqqan bo'lsa-mu, ammo Uyg'urlar hech qachon o'ziniki Uyg'urligi va shu zamonning asli yegisi ekanligidek haqiqatni aslan chiqarib baqmadi. Xitoyning zulmlari oshgan sari Uyg'urlardagi milliy kimlik tuyg'usimi mas qadamda ishib bordi. Ya'ni bugun tarixdagi Sharq Turkiston davlatining texi uluslashishga ulgurmayla mustamlika qilinish qismatiga mahkum bo'lgan xalqlari milliy kimligi bilan o'zlarini mustamlikachi Xitoylardan farqliq tutib, Xitoyga hech qo'shilmay, qo'shilishni izchil rad qilib yashab keldi. Bu vaqtdagi paketlik, statistikalik ma'lumotlar Xuangangninki ikkinchi avlod millatlar strategiyasi, Marong, Li Xiaoxia qatorliq Uyg'urshunos Xitoy tadqiqotchilarininki Uyg'urlar ustida elib borgan tadqiqot dokladlarda aniq tilga ilingan. Hatto Uyg'urlarning nopusning ko'p Xitoy bilan to'ylishniki atalmish shu Xitoyning ichida 56 millat deb atalgan shu millatlarning ichidagi eng tuvan chekda ekanligidek statistikalik ma'lumotlar 1980 yildan tortib 2010 yildagi 6 qatimliq nopus tekshirish natijasigacha bo'lgan 4 qatimliq nopus tekshirish statistikaning hammasida mushu masala nuqtaliq tilga ilingan. Bu masalalarningki mushu 4 qatimliq nopus tekshirish statistikada tilga ilinganligini ko'rish uchun Şinjan Uyghur Abnum rayoni davlatlik statistika idorasininki Şinjan Uyghur Abnum rayonlik statistika shu o'rninki statistikalik ma'lumoti shunga ko'rishinglar kerak hamdashadan. Qaraydigan bo'lsak, Xitoyninki atalmish islohot ijvetish siyosatidan tortib toki bugungacha Uyg'urlarning vaziyati qadam ig'irlashib, oqibatda irqiy qirg'inchilik darajasiga yetdi. Biz bu 40 necha yilda qanday qismatlarni ko'rdik. Boshdan kechirganlarimiz hammamizninki ko'nglimizga ayon albatta. Xitoy 1978-yili atalmish islohot ijvetish siyosatini yo'lga qo'yib, uzun o'tmayla aslida 1975-yili shu Uyg'urlar bilan bo'lgan shu kuchli ziddiyat, qarshiliklar tufayli amalsiz tarqitib etgan atalmish Şinjan ishlab chiqarish qurilish Bingtuanni Wang Zhenninki talabi bilan astaga keltirishni qaror qildi. Ya'ni 81-yili Deng Xiaoping bilan Wang Zhen ikkisi atalmish Şinjan Uyghur Abnum rayoniga tekshirishga borgan. Endi shu vaqtida bu Deng Xiaoping aniq qilib biz bu yerda bir federatsiya yo'lini tutmaymiz. Shu asalliq millatlar siyosatida biz avtonomiya yo'lini tutamiz. Bu yerda avtonomiya qonunini ijro qilamiz. Shu bu yerda Sovet ittifoqidek mundaq bir jumhuriyat barliqi kelmaydi. Ya'ni Uyg'uriston jumhuriyati deganda bir jumhuriyatlar barliqi kelmaydi. Bu yerda Şinjan Uyg'ur Abnum rayoni deganda shu Abnum rayon shaklda Xitoyning ichida mushtaq yashaydi deb uni aniq qilgandan keyin endi Wang Zhenninki shu Bingtuanni asli keltirish talabini shu Şinjanni taraqqiy qildirishda Şinjanninki muqim va tinchligi nihoyat muhim rol o'ynaydi. Shunga Bingtuanni asliga keltirish Şinjanninki muqimligi va taraqqiyoti uchun nihoyat muhim degan ko'rsatmani berdi. Va shu asosda Bingtuanni asliga keltirdi. Endi bu Bingtuanni asliga keltirishdagi maqsadmi Uyg'urlarningki keyingi, masalan, Xitoyninki taraqqiyoti davomida o'tirg'i chiqadigan, ya'ni mustaqillik yo'linishi, mushu yo'linishlarningki oldin olish va Uyg'urlarni shu yo'qotish qadamlarini olish, mushuni maqsad qilgan hamda.
Шуңа мушу 80 yıllardan keyin, yani Xitoyniki islohot ishini ichib etish siyosatidan keyin boshlangan muşu planlıq to'g'ut 90 yillarda boshlangan Uyg'urlarni bölgünçülük, radikallik bilan ayblash, Uyg'urlar ichida avj olgan zaharlik chekimlik bilan muşu nurg'un yoshlarniki o'lib ketishi, zaharlik chekimlik, qumar bo'lib qolishi, bu masalaninki avj olib ketishi qatorliq masalalar. Anadan keyin bu Laogay Zhongxin yoki Jiuzhong Zhongxin deb ataydi Xitoylar. Shu davrlarda shu zaharlik chekimlik chekuvchilarni davolaymiz yoki radikallarni tarbiyalaymiz deb shu vaqtlarda ideya o'zgartish yoki emgak bilan o'zgartish o'rinlariga hamda bu nurg'un Uyg'ur yoshlarni tutib qamab, Uyg'urlarni shu yerda yo'qotgan. Muşlar anadan keyin Uyg'ur bolalarniki ishkirlarga elib ketilishi, Uyg'urlarniki obrazniki butkul Xitoy rayonida o'g'ri yanchiqchi deb burmilnishi, anadan keyin bara Uyg'urlarniki butkul Xitoy rayonida chetga qiqilishi, hatto oqibatda o'ziniki atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni degan o'ziniki asli Uyg'ur zaminidami 3 xil kuch degan nomda bir kategoriyaga ayrilib, o'z zaminida boshqa xalqlardanmi farqlantirib muomala qilinadigan, ya'ni butkul jamiyatdan siqib chiqarilgan bir qismatga duch keldi. Şu an tabii ki hem de bir irqiy qirg'inchilikning mutlaq yo'sinda Uyg'urlarni nishon qildi. Gerçi Xitoy hukumatı bu irqiy qirg'inchilikning faqat Uyg'urlarga qartilganligini 3 xil kuch, Sharq Turkiston bölgüchilari, terrorchilarga qarshi bir davlatning o'z zamin bütünlüğünü qo'llash uchun ilib borayotgan yo'lliq ko'rishi deb tashviq qilgan va azaldan Uyg'ur mustaqilchilari, Uyg'ur terrorchilari, Uyg'ur radikallari degan atalg'ularni qo'llanishdan ehtiyot qilib kelgan. Bo'libmi Uyg'urlarniki barliq qarshilik kurashlarni aytavur Sharq Turkiston bölgünchilari, radikallari, terrorchilari qatorliq bo'htonlar bilan qorlab lagerlarni qurishdagi maqsadini izchil turda mushu 3 xil kuchlarni tozalash uchun bo'lganligini xalqaroga tashviq qilib keldi. Biz Xitoyniki shu lagerlar masalasida, ya'ni qayta tarbiyalash o'rni, ya'ni kasbiy tarbiyalash o'rni deb burmilayotgan bu lagerlar masalasida Aqtashliq kitobi orqali bergan bayonotlarga qaraydigan bo'lsak, shu milliy bo'lgunchi, ya'ni Sharq Turkiston terrorchilari va diniy radikallikni yo'qotish, shu 3 xil kuchga qarshi yo'l qo'ygan bir siyosati deb tashviq qilganligini ko'ramiz. Bu yerda texmi muhim bo'lgan bir narsa borki, biz shu islohot ishini ichib etish degan atalmish Xitoyning shu siyosati va Bentvanning asliga keltirilgandan keyingi Uyg'urlarning qismatlariga qaraydigan bo'lsak, Uyg'urlarni asos qilgan, ya'ni Uyg'ur nupusi 97, 98, 99% dan yuqori nisbatni egallaydigan janubdagi 4 viloyat oblastda Uyg'urlarning iqtisodiy ahvoli izchil turda nacharlashib qolgan. Shu 90-yillardan tortib toki 2010-yillargacha bo'lgan oraliqdagi shu Uyg'ur rayonininki, ya'ni janubi bilan shimoliy qismininki GDP'si, ya'ni ishlab chiqarish qimmati bu yerda nihoyatda zo'r farq shakllangan. Ya'ni Uyg'urlarni asos qilgan janubdagi bu 4 viloyat oblastininki GDP'si nihoyat tuvan bo'lgan, shimolni asos qilgan, ya'ni Bentvanni asos qilgan shimoliy rayonlar, Bentvanning qo'l ostidagi rayonlarning GDP'si butkul Xitoy rayoni bo'yicha eng oldin qatorga o'tib ketgan. Endi mushundan ko'rib olsak bo'ldiki, Uyg'urlar o'tgan
shu Xitoy mustamlikasi ostidagi bu yillarda izchil turda, ya'ni Xitoy hukumatining vositasi bilan vositali holda nomrodlashtirilgan. Şuna bu yerda endi irqiy qirg'inchilikniki nuqul yo'sinda, ya'ni birdan-bir nishoni Uyg'urlar ekanligida hech qanday bir shak yo'q. Undaqda Uyg'urlar qartilgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini butkul Sharq Turkiston xalqiga qartilgan o'rtaq jinoyat deb qarsak to'g'ri bo'lamdi? Menimcha to'g'ri bo'lmaydi. Nima ish kerak vaqtida? Sharq Turkiston xalqi deyishdan avval bu hukmni oydinlashtirib olsak muvaffaq bo'ldi. Tarixda ikki qatim davlatimiz qurilgani va bu davlatlarimizning ismining Sharq Turkiston nomida atalgani hammamiz bildigan bir haqiqat. Ammo Xitoy mustamlika qilgandan keyin u zamonda yashab kelgan xalqlar Sharq Turkiston kimligini shakllantira oldimi, yo'qmi? Bu bugungi davoyimiz va kelgusi taqdirimizga berib taqilgan inchika va nozik masala. Biz qaraydigan bo'lsak, u zamonda Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, Tojik, O'zbek, hatto Mo'ng'ul, Manju, Shiva degandek, hatto Xitoy. Bu millatlarning hammasi o'ziniki milliy kimligida yashab keldi. Agar bu yerda bir o'rtaq millat kimligi shakllandi desa, hozir u yerdagi xalqlar o'zini Xinjiangliklar deb qaraydi. Bu shu Xitoy rejimi ostida sun'iy usulda shakllantirilgan sun'iy kimlik, Xinjianglik kimligi. Ya'ni Xitoyningki Junxo millatining bir qismi bo'lgan Xinjiangliklar shakllandi desak bo'ldi. Shuningga endi bu yerda bir uluslaşdak bir çoğun quruluş hergizmi bir mustamlika ostidagi xalqlar o'zlari vujudga chiqara oladigan bir qurilish emas. Ya'ni Sharq Turkiston Xitoyning mustamlikasi ostiga o'tgandan keyin u yerda Sharq Turkiston xalqi davomli shakllanmaydi. Bu bir haqiqat. Şuna bu narsani biz oydinlashtirishimiz kerak. Sharq Turkiston 49-yildan burun u yerda Sharq Turkiston davlati qurildi. Lekin biz u yerda Sharq Turkiston ulusi bo'lib shakllanmasdan burun Xitoy rejimiga o'tib ketdik. Bugun bo'lsak, hammamiz o'zimizning milliy kimligida yashadik. Andan keyin bugungacha bo'lgan bu tarixda bizdan boshqa millatlar Sovet ittifoqi ostida qolgan, mustamlikasi ostida qolgan, bizdan boshqa millatlarningki Sovet ittifoqi ostida qolgan bu urug' tuqqanlari asosiyatda mustaqil bo'ldi. Ya'ni bizdagi shu Sovet ittifoqi bilan aloqador bo'lgan bu xalqlar asosiyatdan o'zining davlat kimligini e'tirof qilib yashaydi. Şuna bu yerda Sharq Turkiston xalqi degan narsa faqat bizningki orzuyimiz, lekin reallikda bunday bir xalq yo'q. Taqi bunday bir xalq paydo bo'lmadi. Bu bir ochiq reallik bo'lsa-mu, buni cho'qim qabul qilishimiz kerak. Chunki agar buni qabul qilmagan vaqtimizda bizningki keyingi qadamlarimiz, ya'ni Xitoy bilan bo'layotgan bu kurashlarimizda Xitoy bilan bu kurashlarda yengishimiz nihoyatda tasga to'xtaydi. Chunki masalaninki negizi bu Sharq Turkiston xalqi degan atalg'i bilan gavdalanmaydi. Bu atalg'ining o'zi Xitoyninki Uyg'urlarni terrorchi, bo'lgunchi, radikal degandek uch xil kuch bilan tuhmat qilishida Xitoyga foydali bir sharoitni shakllantirdi. Biz qaraydigan bo'lsak, shu Huangangniki ikkinchi avlod millatlar strategiyasi degan yozmani hamda 2019 bo'lsa kerak, 2020. Bizningki Uyg'ur fidoyi tarjimonlar guruhimiz buni tafsiliy tarjima qilib, ovozga ilib taqatgan. Bu tarjimalar hali bizning turbitimizda bor, xalqlarga kirib ko'rsanglar bo'ldi.
Buniki şu yazmasida, yani bu dokladida Uyg'urlarniki 4-chi, ya'ni Xitoydagi 4-chi cho'ng millat bo'lib shakllanganligi, nüfusunun eng ko'p ekanligi, lekin Xitoy bilan to'yilish nisbatiniki Xitoy ichida 0,1% bo'lsa kerak, meni esimda qilishcha. Eng tuvan chekda ekanligi, ya'ni Uyg'urlarning o'z milliy kimligi bilan Junxo millati kimligi orasida yanada Uyg'ur kimligiga yuksak darajada sodiq ekanligi tilga ilindi. Shu vajdan Uyg'urlarni ichki o'lkalarga yo'tkash, Uyg'urlar zich o'ltiraqlashgan rayonlardan tarqaqlashtirish, hatto qattiq vositalarni qo'llanish yo'li bilan Uyg'urlarning Xitoy millatiga singib ketishini tezlatish taklifini Huangang mushu dokladida o'tirib qo'ygan. Şu an Uyghur davasını konkret ve to'g'ri anglitishninki birdan-bir yo'li Uyg'urlarning o'z zaminidagi boshqa osonliq millatlardan farqlantirilib, muomala qilinib, Xitoy ishida kamsitilish, chatki qilish, yolg'iz qoldirilish va erkiy qirg'inchilikning nishoniga aylanish jarayonini avval o'zimiz to'g'ri tushunishimiz kerak. Ondan dunyoga to'g'ri tushuntirishimiz kerak. Endi üçüncü bir mesele aramızda cidallarga sabab bo'layotgan, kuchimizni chechayotgan üçüncü bir mesele indigenous meselesi. Indigenous bo'lish endi mustaqillikniki yo'lni itib qo'yamdi yoki mustaqillikka yo'l ochamdi. Bu mesele shu indigenous meselesida biz ifoda bildirishdan burun aydınlaştırılışga tegishli muhim mesele. Bir qism Uyg'urlar yaqindan buyon indigenuslarning davlat qurish huquqi yo'q, Uyg'urlarni indigenus qilish avtonomiyaga kelib bordi degandek qarashlarni o'tirg'i qo'yib, hatto bu qarashlar sababli Uyg'urlarni mustaqilchi, avtonomiyachi, xoin, vatanparvar, Xitoyparast, millatparast qatorliq kategoriyalarga ayirish uchun xalq harakati qo'zg'ashga otlandi. Ondaqda biz taraf tutishdan avval indigenuslikning avtonomiya va mustaqillik bilan bo'lgan munosabat haqida tushunib ko'raylik. Qanday xalqlar indigenous kategoriyasiga kiradi? Bu haqda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Oshliq va dehqonchilik komiteti yerliklarning haqlarini qo'g'dashga doir bir dokladida mundaq aniqlanmagan. Dunyoning har qaysi o'xshamagan joylardagi farqlar va indigenous jamiyatining orqa ko'rinishi, madaniyati, tarixi va sharoiti qatorliq turli-tuman sabablar tufayli butun dunyodagi indigenous xalqlarga o'rtaq bo'lgan bir aniqlamani bekitish to'limi tez. Ammo xalqaro qonun, kelishimlar, masalan BDT'ninki indigenuslarning huquqiy bayonotnomasi, Xalqaro Emgak va Ochliq Tashkilotining 169-nomerlik nizomnomasi va Xalqaro Ochliq va dehqonchilik tashkilotining indigenous va qabila xalqlari siyosatidagi belgilamalariga asosan indigenuslar kategoriyasiga mansub xalqlarning o'rtaq aloyligi tuvankichi bo'ldi. Birinchisi, ular o'zlarini indigenous deb qaraydigan bo'lishi va ba'zi ahvollarda boshqa xalqlar, ya'ni ular yashayotgan davlatlardagi boshqa xalqlar yoki shu davlat hokimiyatimi ularning indigenous ekanligini qabul qiladigan o'zgacha aloyidlikka ega bo'lgan bir kollektiv kimligi bo'lish. Ikkinchisi bo'lsa, ular o'zlari yashayotgan zamin bilan uzun tarixiy bog'lanishga ega bo'lgan bo'lish. Uchinchisi bo'lsa, ular avlodma-avlod davom qilib o'ziga xos madaniyat, til, urf-odat, jamiyat qurilmasi, diniy e'tiqod, ideviy qimmat qarash, ishlab chiqarish uslubi, o'ziga xos qonun va tuzumlarni yaratgan bo'lish. To'rtinchisi bo'lsa, ular o'z zaminida mustamlikachi tarafidan qul qilingan yoki qilinayotgan, chatki qilgan yoki qilayotgan, kamsitilgan yoki kamsitilayotgan, hatto zamindan quvlab chiqarilgan yoki quvlab chiqarilayotgan bo'lishi kerak. Qatorliqlar. Indigenous xalqlarning salohiyatini bekitishda bir davlat hukumatiningki uni e'tirof qilgan yoki qilmaganligini bu millatning indigenous yoki emasligini bekitishda o'lcham qilinmaydi. Balki u millatningki real ahvoliga qarab indigenous yoki emasligi bekitildi debdi. Ya'ni butkul dunyodagi indigenous xalqlar o'rtaq qabul qilinadigan atalg'u shu indigenous,
atalg'usidir deb aniqlab beribdi. Demak, Uyg'urlar yuqorida BDTning indigenistlar kategoriyasini ayirishga bergan 4 turining birinchi turini hisobga olmaganda qolgan 3 turga tamoman tushadi. Undaqda biz indigenist xalqmi yoki Xitoydagi asonliq millatmi? Nima uchun Xitoyda indigenist xalqlar yo'q, faqat asonliq millatlar bor? Xitoy hukumati indigenist xalq atalg'usini mustamlika ostidagi xalq deb izohat berdi. Demak, Xitoy hukumati indigenist xalqning aslida besilingan zaminning haqiqiy egalari, mustamlika ostidagi xalqni ko'rsatilganligini obdan tushunadi. Va shu vajdan o'zlarida azaldan indigenist xalqlar yo'q, balki hozir bor bo'lgani faqat asonliq millatlardir deb tashviq qiladi. Ammo qiziqarli yeri shuki, Xitoy hukumatining indigenist xalqlar haqidagi tadqiqoti to'limi ko'p. Dunyo miqyosidagi indigenist xalqlarga bo'lgan g'amxo'rligi bo'lsa, kishini texmo hayron qoldirdi. Ya'ni Xitoy hukumati izchil yo'sinda g'arb demokratik qimmat qarashlarining qimmatini tushirish, xalqlari orasiga ziddiyat urug' chechib, bu davlatlarda siyosiy davolg'ishlarni paydo qilishga urinib kelgan. Hatto bugun Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga ovoz chiqarayotgan g'arb davlatlarga-mo ularning tarixda indigenistlarning tuproqlariga tajovuz qilib, ularni mustamlika qilganligi, ularga irqiy qirg'inchilik ilib borganligi, qatorliq mushu tarixdagi jinoyatlarni tutqi qilib, g'arb davlatlarniki Uyg'urlar uchun bugun, ya'ni Uyg'urlar duch kelayotgan irqiy qirg'inchilikqa ovoz chiqarishiga to'sqinlik qilib kelyotdi. Tuvanda biz Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetining Birleşken Devletler Teşkilatı'da daimi turuşluq hayitining 2004-yili tor betida e'lon qilgan bunu xabarga bir qarab boqayli. BDT bosh shtabida 2004-yili 5-oyda ochilgan Indigenist xalqlar doimlik munbirining 3-qitimliq yig'inida BDT televiziya kanalining muxbiri Beijing Diplomatiya institutining professori Chen Xiaomei'ni ziyorat qilganda mundaq savol so'rgan. Professor Chen Xiaomei, siz anglag'uvchilarimizga indigenist xalqlar qaysi xalqlarni ko'rsatganligi haqida so'zlab beramsiz? Chen Xiaomei bu savolga mundaq javob bergan. Bu masala indigenistlarning aniqlanmasiga aloqador bo'lib, navbatda xalqaro jamiyat va ilm sohasida bu haqda birlik kelgan bir aniq qarash yo'q. Lekin indigenist xalqlarning mustamlikachilar boshqa joylardan tajovuz qilib kelishdan avvallar shu zaminda mavjud bo'lgan xalqlarni ko'rsatganligida qarashlar asosan birdek. Ya'ni indigenist xalqlar deganlik mustamlika ostidagi xalq deganlikdir deb javob bergan. Muxbirning oxirgi savoli bunday bo'lgan. Oxirida mening mundaq bir savolim bor. Xitoyda indigenist xalqlar masalasi bormi? Chen Xiaomei bu savolga mundaq javob bergan. Men yuqorida aytgandek, indigenist hukumi bo'lsa, mustamlikachilar bilan aloqador hukumdir. Jungo bo'lsa, birlikka kelgan ko'p millatlik davlat. Jungoning tarixiy taraqqiyotini qarasak, Jungoda 56 millat tarixdan buyon birga yashab kelgan. Jungoda dunyoning boshqa joylaridagidek indigenist xalqlar mavjud emas. Ya'ni shuni eskartamanki, indigenistlar bilan asonliq millatlar degan hukmlar bir-biridan butunlay farqli bo'lgan ikki hukmdir. Ba'zi davlatlarda nurg'un asonliq millatlar bo'lishi mumkin, ammo ularning indigenist bo'lishi natayin. Bunday ahvol Osiyo, Afrika va Yevropa qatorliq davlatlarda ko'p uchraydi. Demak, ma'lum bo'ldiki, Xitoyning nazaridagi indigenist so'zi avtonomiya bilan emas, balki mustamlika bilan aloqador so'zdir. Xitoyning indigenist xalqni e'tirof qilmasligining birdan-bir sababi o'zining tajovuzchilik jinoyatini yoshirish uchundir. Demak, Xitoyning bizga ma'lumki, Uyg'ur kishilik huquq projektining Uyg'urlarning indigenist xalq ekanligiga doir doklati xalqimiz orasida turli munozaralarga sabab bo'ldi. Ammo hech kim indigenist masalasining avtonomiya bilan emas, balki mustamlikachilik bilan, bir millatning mustaqilligi bilan bog'lanishi bo'lganligiga diqqat bermadi. Hatto indigenistlarning haqlarini qo'g'dash bayonotnomasiga Xitoyning qo'l qo'yish sababi va Amerika, Kanada, Avstraliya, Yangi Zelandiya qatorliq davlatlarning
qo'l qo'yishni rad qilganlik sababinimi indigenous masalasiga alohida ko'ngil bo'lib mustaqillikqa munosabatli bo'lgan bu muhim ishda xatolik sodir qilgan hech qanday inson yoki tashkilotni kechirmaydiganligini jakarlagan kishilarmi bu masalalar ustida inchga izinib boqmadi. Hatto imzo to'plash orqali xatolik sodir qilgan tashkilotlarning o'zlariga vakillik qilmaydiganligini dunyoga bildirishga oldirdi. Afsus, millatga va o'zimizga bo'lgan mas'uliyatni boshqalarning aqliga havola qilganmidik ajiba? Amaliyotda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining indigenuslarning haqlarini qo'g'dash haqidagi chaqiriqi BDT qurilib uzun o'tmayla chiqarilgan. Bundaq bir chaqiriqni chiqarishning asosiy maqsadi Dunyo kishilik huquq bayonotnomasi va BDT aktnomasining ro'yiga uyg'un bo'lib, asosligi BDTning mustamlikalikni yiltizdan yo'qotish, insonlarning barobar haq huquqqa ega bo'lishini ishga oshirish tirishchiligining natijasidir. Ammo Xitoy islohot siyosatining avvalgi dunyoga eshikni taqishi va islohot eshikni ochib etishdan keyingi dunyoni 40 yillik oldishi natijasida Uyg'ur, Tibet qatorliq millatlarning indigenous salohiyati Xitoy tarafidan oz sonli millatga o'zgartirilib, dunyoga qabul qildirilgan. Shu vajdan Xitoy BDTda har vaqt o'zida indigenous xalqlar masalasi asla mavjud emasligida ching turib kelgan. Lekin Amerika, Kanada, Yangi Zelandiya, Avstraliya qatorliq davlatlar bo'libmi indigenuslarning haqlarini qo'g'dash bayonotnomasining 2007-yildagi nusxasini indigenuslarning mustaqilligiga asos soladi va shu sababli davlatimiz ichida muqimsizlik kelib chiqadi deb qaraganligi uchun qo'l qo'yishni rad qilgan. Endi Barbadosning masalasiga kelaylik. Barbados Karib dengizi qo'ltig'i rayonidagi burun Angliyaning mustamlikasi ostiga tushib qolgan davlatlarning biri bo'lib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining mustamlikachilikni yiltizdan yo'qotish chaqiriqi ostida 1966-yili mustaqillik jakarlagan. Bu yil noyabrda Angliya podshohligidan butunlay ayrilib, mustamlika tarixiga uzul-kesil xotima berdi. Endi ko'pincha kishilar Barbadosda indigenuslar mustaqil bo'lmadi, balki u Barbados davlati 66-yilda mustaqil bo'lib bo'lgan, hozir Angliyaning rejimini oxirlashtirdi deb qaraydi. Bu qarashni xato degan bo'lmaydi, lekin bir narsani tushunishimiz kerak. Barbadosningki Angliyaning mustamlikasi ostidagi bir davlat bir joy ekanligi bu bir haqiqat. Ya'ni Barbadosning mustaqillikka asos bo'lgan narsa dal bu mustamlika salohiyat. Bu mustamlika zimin kimning zimini? Bu yerda bu zimin shu zimindagi indigenous xalqlarning zimini. Shundaq bo'lganligi uchun Angliya bu zimini egasiga qaytardi desak bo'ldi. Ammo u ziminda shu indigenous xalqlar 1%ga yetmaydigan holatda yo'qolib ketgan. Lekin u yerda hozir bo'lgan zo'r ko'p sonliqni egallaydigan xalqlar, ya'ni Barbadosning 80% aholisi qulluq tuzum davrida shu Angliya Afrikadan shu qul savdosi qilib ko'chirib kelgan shu qartalik xalqlar. Endi u qartalik xalqlar u yerda 400 yil yerlashib yashaganligi va u yerda bir ko'p sonliqni egallaganligi uchun birsiga Barbadosningki mustamlika salohiyati u davlatning anadikin bu yerda bu qartalik 80% ni egallaygan bir ko'p sonliqningki manfaati bu nuqtadan Barbadosning mustaqilligi xalqarada bir yo'lliq mustaqillik bo'ldi. Mustamlikalikdan chiqdi bu davlat. Shu nuqta chuqum aniq bo'lish kerak. Barbados agar mustamlika zimin bo'lmagan bo'lsa, uningki mustaqil bo'lishga salohiyati to'g'ri kelmaydi. Chunki Angliyaningki qo'l ostida u yerda xalqlar demokratik usulda yashayotdi deyish bo'lmaganda bugun. U yerda demokratik tuzum bor, shu tuzum ostida yashayotdi. Shu xuddi Kataloniyadek u yerda bir mustaqillikqa minishga bir asos yo'q. Lekin Barbadosningki
salohiyati, asli salohiyati mustamlika bo'lganligi uchun bu yer, bu zamin mustaqillikqa yo'l oldi, hamda mustaqil bo'la oldi. Endi indigenuslarniki haq-huquqlari bayonotnomasiniki ba'zi qarindoshlarimiz bir qism moddalarni ko'rib, cho'chib ketdi. Buningda bir avtonomiyaga doir mazmunlar bor ekan, mustaqillikqa doir mazmunlar yo'q ekan. Lekin bu indigenus xalqlarningki haq-huquqlari bayonotnomasiniki 1, 2, 3 moddalarda aniq qilib indigenus xalqlarningki shu dunyodagi boshqa har qanday xalqlar bilan o'xshash BDT ahdnomasi va dunyo kishilik huquq kitobnomasidagi barliq huquqlardan bahramon bo'lganligi, indigenus xalqlarning siyosiy o'rnini o'zi belgilashga huquqli ekanligi aniq yozilgan. Bu BDT ahdnomasi bo'lsin yoki dunyo kishilik huquq kitobnomasi bo'lsin, bularningki hammasida insonlarningki hur, erkin, barobar yashash huquqi, ya'ni insonlarning tug'ilishidan tortib bo'lgan tabiiy haq-huquqlarningki qo'g'dilganligi bu yerda e'lon qilingan. Ya'ni BDT a'zo davlatlarningki hammasi shu insonlarningki tabiiy haqlarini qo'g'daymiz degan qarashga qo'shilsa, ondan BDTningki bir a'zosi salohiyatini hozirlagan bo'ladi. Şu bu BDT'nin ahdnomasi va dunyo kishilik huquq xitobnomasi dunyodagi shu har bir inson uchun muhim bir hujjatlardir. Bugunga qadar kelayotgan barliq shu qonun, nizom, xalqaro qonun, nizom, kishilik huquq nizomlari degandek barliq shu haq-huquq nizomnomalari degandek hujjatlarning hammasi shu BDT ahdnomasi va dunyo kishilik huquq xitobnomasininki shu mazmuniga xilof shaklda chiqmaydi. Shunga shu indigenuslarning haq-huquq bayonotnomasimi naq shu BDT ahdnomasi va dunyo kishilik huquq xitobnomasininki kategoriyasidan xalqib ketmaydi. Bu deganlik indigenuslarningki o'z taqdirini o'zi belgilash, ya'ni o'zining siyosiy taqdirini o'zi belgilash, mustaqil bo'lamdi, o'zining zamaniga o'zi ega chiqamdi, bunda haqqi bor deganlik bo'ladi hamda. Endi bu narsani tushunish uchun Ikkinchi dunyo urushi oxirlashgandan keyin shu dunyoning yangi kun tartibi haqida masalalarni tushunishimizga to'g'ri keldi. Amaliyotda Ikkinchi dunyo urushi oxirlashib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qurilgandan keyin xalqaro izchil turda insonlarning haq-huquqlarini eng yuksak shaklda kapolatga ega qilish yo'llari ustida izdinish va harakat olib berishlarda bo'lgan. Dunyo inson haqlari bayonotnomasi va BDT ahdnomasi e'lon qilingandan buyon toki bugungacha inson haqlarini qo'g'dashga doir qonun, nizom va bayonotlarni 80 dan ko'proq e'lon qilingan. Eng muhimi, inson haqlariga aloqador kelishim, bayonot, nizom, qarorlarning hammasi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ahdnomasi va dunyo kishilik huquq xitobnomasi asosida tuzilgan. Ya'ni BDT ahdnomasi va dunyo kishilik huquq ahdnomlarining har ikkisida insonlarning irqiy, diniy e'tiqodi, millati, terisining rangi, tili, urf-odati, ijtimoiy kelib chiqishning qanday bo'lishidan qat'iy nazar barobar bo'lgan insonlar huquqlaridan bahramon bo'lish haqqi bor deb bekitilgan. Agar BDT yoki har qanday bir davlat indigenuslarning davlat qurish huquqi yo'q deb qaraydigan bo'lsa yoki shunday bir narsani e'lon qilsa, ular BDT ahdnomasi va dunyo inson haqlari bayonotnomasi, xalqaro qonun qatorliqlarning hammasiga xiloflik qilgan bo'ldi va butkul dunyoning birdak qarshiligiga uchraydi. Bu bir irqiy kamsitish hisoblanadi amaliyotda. Ya'ni inson haqlari shu qadar muhimki, bu haqlar har qanday haqlarning eng yuksak nuqtasida turdi va BDTga a'zo bo'lgan barliq davlatlar inson haqlari bayonotnomasi va BDT ahdnomasini qo'llashi shart. Shunga indigenuslarning davlat qurish huquqi bo'lib qolmasdan, balki ular indigenus salohiyatida o'zi dastlab turgan zaminning qonuniy haqliq egalaridir. Lekin dunyo inson haqlari bayonotnomasi va BDT ahdnomasi davlatlarning egilik huquqini qo'g'dashni o'xshashla muhim hisoblaydi. Bir davlatning egilik huquqi hech qachon bir davlatning egilik huquqi hech qachon insonlarning huquqidan ustun turmaydiganligi Kosovoning mustaqilligidan buyon BDT ahdnomasiga kirgizilgan.
Ya'ni Kosovo mustaqilligida mushu shuar ko'tarib chiqilgan hamdi. Shu sababdan har qanday bir millatning milliy mustaqillik ko'rishi xalqaro e'tirofga qo'llashga erishishning asosi oldi bilan bu millatning insonlik haqlari xuddi tarixdagi yahudilardek, kosovoliklardek va yoki bugungi uyg'urlardek dafsan qilinganligi isbotlanishi bilan bo'ladi. İnsan haqlarının bu kadar muqimligini Kosovo ve Kataloniyalıqlarınki mustaqillik kurashlarının o'xshamagan natija bilan oxirlashidan aniq ko'rib yetamiz. Ya'ni Kataloniya xalqi o'zlarini Kataloniyaning indigenes xalqi hisoblaydi. Ammo Kosovo'ningki 90% nüfusini tashkil qilgan talibanlar, albanlar bo'lsa, Kosovoning indigenes xalqi hisoblanmaydi. Ular Kosovoga bir ko'chman xalq. Ama Kosovo erkiy qirg'inchilikka duch keldi va inson haqlari bir davlatning egilik huquqidan ustun turdi degan shuarni shuarning ostida hamda NATO'ningki anadigan xalqaro jamoatningki yordamini qo'lga keltirdi. Ammo Kataloniya bo'lsa, inson haqlari dafsanchigi bo'lmagan demokratik Ispaniyada butunlay o'z-o'ziga xo'ja shaklda oliy avtonomiya huquqida mavjud bo'lib turayotgan bir joy hamdi. Kataloniyaning mustaqilligi g'arb davlatlarining ichki bo'linish va siyosiy davolg'ushlarga yo'l ochadi. Endi mushunday bir insonlar barobarlikdan, erkinlikdan, hurlikdan bahramon bo'layotgan bir yerninki endi mustaqillik da'vosi qilish, boshqa tinch davlatlardagi ichki bo'linish hamdi. Shuningmi yo'l ochadi. Shunga dunyoda muqimsizlik kelib chiqadi deb qaralganligi uchun Kataloniyaninki mustaqilligi xalqaro tarafidan qo'llashga erishalmagan. Yana bugungi dunyoda inson haqlari dafsanchiligi qabul qilib bo'lmaydigan hodisa bo'lib, bu hodisa indigenes, ya'ni mustamlika qilingan xalqlar ustida yuz berganda, uning irqiy qirg'inchilik ekanligida hech bir shak bo'lmaydi. Chunki tarixdan buyon bu indigeneslar qartilgan bu xil qirg'inchiliklar o'xshash shaklda, o'xshamagan vaqtda va o'xshamagan joylarda qayta takror yuz bergan. Xinhua agentligi 2016-yillari cheklangan so'zlar, ya'ni Xitoyda cheklangan so'zlar va ogohlantirish so'zlarini e'lon qilgan bo'lib, 2015-yil noyabrda e'lon qilingan Xinhua agentligining xabarlarida cheklangan so'zlar birinchi turkumdagi 45 dona cheklangan so'z va qiliplashgan atalg'ularga asosan 2016-yildagi nashrga yana 57 ta yangi so'z qo'shilgan. Bu so'zlarning ichida shu indigenes xalq degan so'zmi Xitoyda cheklangan so'z qatoriga kirgizilgan. Chunki Xitoy yillardan buyon o'zini Xitoy bo'lsa ko'p millatlik birlikka kelgan davlat, Xitoydagi barliq millatlar Xitoychidagi osonliq millatlardir. BDT torbetida osonliq millat atalg'usini ko'pincha ko'chman xalq, sirtdan ko'chib kelgan xalq deb ishlatilgan. Ya'ni osonliq millat deganga asos jihatdan ko'chman xalqqa qartilgan. Shu Xitoy asos jihatdan osonliq millatlar deb ayırgan, şu kategoriyaga ayırgan, ondan keyin bu Xitoyningki bizde indigenes xalq yo'q degan so'zi bilan bizde osonliq millat bor degan so'zi bir-biri bilan moslashgan holda Uyg'urlarni sirtdan ko'chib kelgan degan ma'noni xalqaroga yetkazgan hamdi. Uyg'urlar emas, bu yerda Tibetlar va boshqa millatlar. Osonliq deb atalgan millatlar, endi Xitoyning nazarida ko'chman millatlar. Xitoyning tashviqotida. Garchi buni ochiq demasimi, endi bizda indigenes yo'q, indigenes xalq yo'q. Endi osonliq millatlar ham indigenesni ko'rsatadi, ham ko'chman xalqni ko'rsatadi degandan keyin, bu yerda indigenes xalq yo'q bo'lgandan keyin, bu Xitoydagi osonliq millatlar ko'chib kelgan millatlar degan ma'noni bildirdi. 2017-yili BDT'da e'lon qilingan yerlik indigenes xalqlarning haqlarini qo'llash bayonotnomasiga imzo qo'ygan va rad qilgan davlatlar haqidagi raportda ayni chog'da bu bayonotnomani rad qilgan 4 davlatningki nima sababdan bu bayonotnomiga qo'l qo'ymaganligi haqida aniq ma'lumotlar yozilgan. Bu ham shu BDT'ningki tor betidagi raport. Bu raportda har bir davlatningki qo'l qo'yishdagi sababi yoki qo'l qo'ymaslikka sababi
shu davlatning vakillarining og'izdagi so'z bo'yicha, shu dialog bo'yicha aynan raportga kirgizilgan. Yana bu bayonotnomadagi indigenous xalqlarning o'z taqdirini o'z belgilash huquqi bu davlatlarning parchalashiga sabab ko'rsatilganligi sababli, ya'ni qo'l qo'ymagan davlatlar mushuni asos qilib turib, ya'ni bu bayonotnomaga qo'l qo'ysak, bizning davlatimizdagi indigenous xalqlar mustaqil bo'lamiz deb bizning davlatni parchalaydi ekan. Vaqtida davlatning ichida muqimsizlik yuz berdi ekan, shuningga biz qo'l qo'ymaymiz deb mushu sabab bilan qo'l qo'ymagan ekan. Endi kim aytgan yodimda qolmabdi, mushu birsi degan siyosat degan bir tafakkur san'atidir degan so'zni. O'ylab boqadigan bo'lsa, haqiqatan shundoq. Bu siyosat haqiqatan bir aql va tafakkur bilan tushuniladigan bir fan. Bu so'z menga har vaqt ilhom berib turdi. Ya'ni ko'p o'ylanish va ko'p izlanishdanki, ko'p so'zlash va ko'p vaysashga qarshi vaqtida o'limdarlik yaratilganligini men o'zimniki hayot musabbamdan, yashaganlarimdan his qildim. Darvaqa hayot mamatlik orasida jon qayg'usiga tushgan Uyg'urning bir parchasi bo'lish va Xitoydek dunyodagi eng razil va kuchli bir dushmanning qarshisida turishdek ahvolimizda duch kelgan har bir davolardan o'tishga bolalarcha kam aqllik bilan emas, balki dunyoga xo'ja bo'lishni nishon qilgan Xitoydek bir dushmanni titratgan Uyg'urga xos jasorat, farosat va aql bilan ish ko'rishimiz afzaldir. Bo'libmi dushmanning dunyoni oldiga oladigan taktikalarning oldida Uyg'urlarni oldiga olishning hech nima emasligini har vaqt esimizdan chiqarmay, Uyg'urcha ruh bilan birlik ichida Xitoyning hech bir kuchi aramizga qisilib kirolmagidek darajada bir-birimizga mehr-muhabbat, cheksiz ishonch bilan uyushib, barliq kuchimizni Xitoydan iborat bu dunyo dushmaniga qarshishga markazlashtirish navbatdagi vazifatimizning va kelgusi istiqbolimizningki asosidir. Rahmat.